Voy. Bu onang yengil qishloq ishi hech tugamaydi-da. Bu vaqtda ko'm bo'lgan bo'lsa, hamma ish bo'lgan. Endi qara, tabilarni yaqa toshladi, bu yoqdan bu yoqqa toshdi. O'zi qish ham kelib, tog'lar ham qor tushishi bo'ldi. Ya haqiqatan jura, bu qishloqda ishi borki, umuman tugamaykan. Shu bahor keldi deganni shu paxta ichiga kiramiz, qishda ham chiqmaymiz. Ayniqsa sizlarga mana taxlangi ko'mi bo'ldik. Hamma narsa qilib bo'ldik. Hech bo'lmaganda endi borku, pori toshdi sizlarga. Shu ikamizni shu laylak noto'g'ri tashlab ketgan-o. O'zi bizlar shaharga tushishimiz kerak-da, qishloqqa tushib qolibmiz. Jura, bu ishdan qutulishda borku, bitta yo'li bor. Mana jo'ralarimiz chiqib ketgan shaharga. Bizlar ham borku, o'qimasak ham shu shaharga chiqib ketishimiz kerak, o'qiymadi. Keyin qutulamiz ishdan. Ikkovda hech kim mehnatkashmasda. Hatto chumoli ham borku, qishda dam oladi-da. Bizda qishda ham ishlaymiz-da. Lekin borku, shu odam ishdan o'lmaykanda. Agar odamlar ishdan o'lganda borku, ikkov davona o'lib ketgan bo'lar ekanmiz. چلا بردستی سفیدی چلا دور همه سایدی چلا عاشقی زاد